Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qaynamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Tümür yol arqılıq davamlaşıyatqan irqi qırğınçılıq səyahəti yuqarı pəlləyə çıxdı. Buldur bir yıl içinde Şərq Türkistan'a tümür yol arqılıq barğan yolcularının sani davamlıq eşib, tarixdeki en yuqarı nöqtəyə yetken. Alaqadar sallıq məlumatlar irqi qırğınçılıq səyahəti və Xitay aqullarının Şərq Türkistan'a eqib girişinin qaysı dərəcəyə yetkenligini göstərib verməkdə. Xitay Təşviqat Organı Tanrıtaq Doğru'nun alaqadar xəbərdə qeyd qılınishicha 2025 yılı tümür yol arqılıq Şərq Türkistan'a barğan yolcu sani 54 milyon 232 min adam qatımğa yetken bo'lib, o'xshash mezgildagidan 6,8% oshgan. Şərq Türkistan'a kirib chiqadigan kundalik navbatchi poyezdlarning qatim soni 200 dan oshgan. Xitoy yana Altay qatorliq nuqtaliq sayohat rayonlariga boradigan maxsus sayohat navbatchi poyezdlarini ta'sis qilgan. Bular faqat tümür yol liniyasiga aloqador sonliq ma'lumotlar bo'lib, navbatchi aeroplanlar orqali Şərq Türkistan'a qatnayotgan Xitoy aqullarining sonimi izchil eshib mangan. Növbətdə Şərq Türkistandakı tümür yol tori Xitayning 22 o'lkasiga tutashtirilgan va Şərq Türkistanning 80% rayonini qoplagan. Xitoy bularni Şərq Türkistanni taraqqiy qildirish, iqtisodini yuksaltirish qatorliq safsatalar bilan pardozlashga urinib kelgan bo'lsa-mu, amaliyotda irqiy qirg'inchilik sayohatini texmo kengaytirish, Xitoy aqullarini Şərq Türkistan'a yerlashtirish qadamini tezlatish, qonga bo'yalgan majburiy emgak mahsulotlarini texmo ravon toshish qatorliq maqsadlar uchun ekanligi kun sari oshkora bo'lmoqda. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoy Şərq Türkistan'da ko'plagan sayohat nuqtalarini, sun'iy qadimiy shaharlarni yasab chiqish bilan mos qadamda Xitoy aqullarini Şərq Türkistan'a chaqirish tashviqotlarini alohida kuchaytirib keldi. Bu orqali Xitoy bir tarafdan zo'r iqtisodiy kirim yaratsa, yana bir tarafdan Şərq Türkistan'dagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirishga urinmoqda. Yaponiya bosh vaziri Xitoy bilan suhbatlashish chaqiriqini takrorladi. Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi Tayvan masalasiga oid bayonlari sababidan ikki taraf o'rtasidagi jiddiychilik davomlashayotgan bo'lsa-mu, Xitoy bilan dialog o'rnatish chaqiriqini yana bir qatim takrorladi. Takaichi dushanba kuni yangi yilning tunji muxbirlarni kutib olish yig'inida hukumatning oldingi qatordagi xizmatlari haqida to'xtalganda, ikki davlat o'rtasidagi andisha va qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun aloqaning muhimligini qayd qilib o'tdi. Kyoto agentligining xabariga asoslanganda Takaichi davlatimiz Xitoy bilan turli dialog fursatlariga ochiq. Biz ishimizni hech qachon taqig'inimiz yo'q degan. Takaichining bu so'zlari Xitoyning Yaponiyada turishliq elchixonasining shanba kuni e'lon qilgan uqtirishida Yaponiyaning ba'zi rayonlaridagi amonlik ahvolining yaqinqi mezgillarda nacharlashganligi bildirilib, Xitoy fuqarolariga yaqinqi mezgillarda Yaponiyaga sayohatga berishdan saqlanish tavsiya qilingandan keyin e'lon qilingan. Takaichi o'tgan yil 7 noyabrda Tayvanga qarata elib berildigan Xitoy hujumining qonuniy jihatdan mavjudlikqa tahdid soladigan ahvol yaratishi mumkinligini va buning Yaponiyaning kollektiv o'zini qo'g'dash huquqini ishlatishiga fursat yaratib beradiganligini aytgandan buyon Xitoy bilan Yaponiya o'rtasidagi jiddiychilik keskinlashib ketgan edi. Xitoy Takaichining bayonlariga qattiq norozilik bildirgandan sirt Yaponiyaga sayohatga bormaslik haqida uqtirish e'lon qilish, dengiz mahsulotlari importini qaytadan cheklash, ba'zi yig'in faoliyatlarni bekor qilish qatorliq turli usullar bilan o'ch elishni, besim ishlatishni davomlashtirmoqda. Xitoy Yevropa ittifoqi bilan munosabatini chuqurlashtirishga urinmoqda. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida tamojna beji masalasidagi jiddiychilik davomlashayotgan bir paytda Xitoy raisi Xi Jinping bilan Irlandiya bosh vaziri Michael Martin bir yerga jam bo'lib, ikki taraf o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni texmo chuqurlashtirish va Xitoy Yevropa ittifoqi munosabati qatorliq masalalarni muzokara qildi. Martin 14 yildan buyon Xitoyda Irlandiyaning tunji bosh vaziri sifatida elib borgan 5 kunlik rasmiy ziyoratida yakshanba kuni Beijingga yetib borgan. Irlandiya bosh vaziri bu ziyoratni Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida tamojna beji masalasida yuz bergan keng ko'lamli jiddiychiliklar davomlashayotgan bir paytda o'rinlashtirgan.
Xi Jinping uchrashishda qilgan so'zida o'zaro hurmat qilish, barobarlik va o'zaro manfaat yetkazish Xitoy Irlandiya munosabatlarining uzun muddatlik va muqim taraqqiyotidan qo'lga kelgan qimmatli tajribalardir deganlarni da'vo qilgan. U yana Xitoy bilan Yevropa ittifoqining uzun muddatlik nuqtai nazarni saqlashi, sherik sifatida birlikda xizmat ishlashda chang turishi, farqlarga obyektiv va aql farosat bilan muomala qilishi hamda o'zaro manfaat yetkazadigan hamkorlikni davomlashtirishi kerakligi haqida jar solgan. Irlandiya hukumati e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, Martin Irlandiya bilan Xitoy o'rtasidagi savdoda ochiq oshkorlikni oshirishga chaqiriq qilib, ikki davlat o'rtasidagi kuchli iqtisodiy munosabatning ahamiyatini ta'kidlagan. Xitoy Irlandiyaning bu yilning oxirida Yevropa Ittifoqi kengashining navbatchi raislik vazifasini ustiga oladiganligini ko'zda tutib, Irlandiyaning Xitoy Yevropa munosabatiga ijobiy to'kib qo'shishini umid qilganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yillik taxminan 42 milliard dollarlik savdo hajmi bilan Irlandiyaning Osiyodagi eng chong iqtisodiy hamrohi, dunyodagi 5-chong hamrohi hisoblanadi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.